Apa nima yeyman desa, "Maniya" deb oshxonaga 10 putonlar kirib, bosh putonlar chiqib bo'ladigan, buningdek 2 minutda tayyor bo'ladigan tamoqdan bir nakalma do'stlar, kechki tamoqlar qilib bersanlar, bolalarga bek yoqtirib beradi. Bunda qilib bersanlar, uyinglar tuxumni to'shmasa ketadigan jimo do'stlar, bu tuxum bilan tayyor bo'ladigan tamoq. Ko'nglingizdek men 5 tal tuxum tayyorlab oldim. Sizlar uydagi jon salonlar qatda tayyorlab olsanglar bo'ladi. Shuning bilan mana har bir tal tuxumni oldi-keynini sarg'aytib, buni mayda bir qatim zalli qilib maydan o'tkazib olamiz. Undan keyin buningga kebab tetqosdan 2 qo'shiq silib üstüge su koyuplam, bunu bize kaynatib olamiz. Ko'rib müşakeş kepsizlar do'stlar, qolay shu sizning haqsiz yurak, haqsiz guldiramlarni berib yutib davomini ko'ringlar. Shuning bilan ko'nglingizdek mana tuxumlarning oldi-keynini sarg'aytib oldim. Undan keyin buningga 2 piyola atrofida suv qo'yib etdim. Andan su qo'yib bo'lib, so'ning ustiga 2 qo'shiq kebab tetqosdan silib etdim. Uyinglarda boshqa tayyorlar bo'lsa sasanglar bo'ladi. Yoki malachordan tetqosdan sasanglarmi bo'ladi. Men kebab tetqos bakan tuxumdan saldim. Andan azroq tuz, bir qo'shiq jag'yo, bir qo'shiq achchiq suv qo'yib etdim. Shundan buni ustiga o'yda qetib qolgan nonlar bakan tuxumlarni parchalab silib, buni bir 2 minut qaynatdim. Shuning bilan bir chamat 2 paxtak suv qetib qolgan nonlarni tugdi tamqama tezlikla bo'ldi do'stlar. Uyg'unib oldinglarmi? Unda bo'lsa baldiranlar ailesine pekinglar. Yurak berishni tutib qolmanglar, kelar qatim ko'rishaylik.